Hoppa, mana aka 200 ming so'm, mana shu 200 ming so'mga Toshkentda bo'lganda men qilib bera olasiz, xalq uchun aka. Ukam, o'zi xalqimizni bilasan, yaxshi ko'raman. Kakras shunga, mana shu aksiya qilmoqchi edim. Qara ukam, mahsulotlarni sanab turgin. Qara, bitta kapchoni kolbasamiz bo'lishi mumkin. Mana ikkita bo'lsin, ikkita bo'lsin. Tvorojniy sir barmi ko'rsam, tvorojniy sir bo'ladi. Xo'p, sirimiz yana, varonik kolbasamiz, mozzarella sirimiz ko'rishi mumkin. Xo'p, go'shtimiz, xo'p, ikkita sosiska ukam, ikkita sosiska. Sutimizni ko'ryapsizlar, sut. Hop, kepitsani siri bor ko'ryapsizlar. Mana shu mahsulotni 200 ming so'mga qilib beraman. Eng qizig'ini aytaymi? Sanjar o'zimiznikini olib ber ukam. Olib ber o'zimiznikini. Mana bu yogurt bo'ladi, turk qatig'i bo'ladi, ko'ryapsanmi? Bizga obuna bo'lib, podpiska bo'lib kelgan akalarga, kommentni banglatib o'rgan akalarga tekinga bitta qatuvni qo'shib beramiz, ko'rishingiz tekinga 200 ming so'm ichida mana shu mahsulotimiz arzimaydimi? Mana aka bitta videoga tushib berasiz. Ko'zingizni oldida bo'tdimi? Bitta qarab bering. 200 ming so'mga arziydimi yo'qmi aka? Arziydi. Zo'rmi? Akalar, kenajonlar, bugungi sana 7-may bo'ladi. Aksiyamiz ertaga 8-may kuni kelib, xudo xolisa soat 2:00 da obedda 2:00 da shu setimizni 200 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Sizlarni hammanglarni kutib qolamiz. Bizning adresimiz Chilonzor Iloliy ota masjidini shundoq ro'parasida akalar 200 ming so'm like bosib, obuna bo'lib kelish esdan chiqmasin. Bitta bonus qatuv sog' bo'linglar. Masalani